Rossiyaning Dumasida qonunni buzgan mehnat muhojirlarini oilalari bilan deportatsiya qilishni taklif qilishdi. Novosibirskning eng bir katta SNTsida bez dokument turgan mehnat muhojirlariga nisbatan politsiya reyd o'tkazdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekiston yoshlarini Rossiyaga tayyorlash haqida gapirib chiqdi. Dumadagi LDPR partiyasining rahbari Leonid Slutsky tibbiy polislarsiz yurgan mehnat muhojirlarini Rossiyadan vidvareniya qilishni taklif qildi. Nijniy Novgorodda bez dokument qurilish maydonlarida ishlayotgan mehnat muhojirlarga nisbatan katta reyd bo'lib o'tdi. Rossiyada droping bilan shug'ullanadigan shaxslarga nisbatan jinoyat javobgarlik o'rnatildi. 30-iyundan Rossiyaga kirish uchun qo'llanadigan QR kodlar haqida yangi ma'lumotlar keldi. Rossiyaning bosh patriarxi Kirill musulmonlar va xristianlar orasida nafrat kiritayotgan kuchlarni yo'q qilish kerakligi haqida gapirib chiqdi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 22-iyun va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin sizlardan iltimos. Afsuski, shu internetda juda ham ko'p firibgarlar ko'payib ketgan. Meni nomimdan har xil shu sun'iy intellekt bilan foydalanib, meni ovozimni qilib, birovlarni WhatsApplariga, Telegramlariga bir shu zapretingizni ochib beramiz, boshqa xizmatlarni ko'rsatamiz deb odamlarni aldashmoqda. Здравствуйте, дорогие! У нас новости для граждан Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Туркменистан. Мы запустили услуги снятия запретов и выдворения. Assalomu alaykum jahongirda, albatta bularga MVD va sud prikazlari yuboriladi. Zapret amal qilinganligi to'g'risida bemalol ularni tekshirib, keyin qolgan gaplar tanqid qilinadi. Shuning uchun do'stlar, iltimos, sodda bo'lmaylik. Xo'sh, shu yerdan silka chiqaramiz va bu videoni opisiyaniyasiga ham qanday qilib bizga murojaat qilish haqida batafsil ma'lumotlarni yuklab qo'yamiz. Iltimos, buni yaqinlaringizga ham tarqatinglar. Afsuski, juda ham ko'p odamlar shu firibgarlarning qurboni bo'lmoqda. Birinchi yangilik Rossiyaning prezidenti Vladimir Putindan keldi. U Peterda bo'layotgan Международный экономический forumda mehnat muhojirlar haqida ham gapirib chiqdi. Мы договорились с Шахат Мирамоновичем, что мы вот эти миграционные вопросы будем решать вместе. Но мы вместе договорились, что делать. Готовить тех людей, которые хотели бы работать в России. Заранее. Это касается изучения русского языка, это касается русской культуры, там и так далее. Там целый план такой хороший. Мы, надеюсь, все это мы будем организовывать. В этой связи и само по себе очень важно и ценно это работа с молодыми людьми. Здесь я полностью с вами согласен. Uning so'zlari bo'yicha aynan O'zbekiston hukumati bilan shu mehnat muhojirlarining masalalari haqida birga ish olib borish kerak va albatta yoshlar bilan ham ishni alohida yo'lga qo'yish kerak. Vladimir Putinning g'oyasi bo'yicha aynan yoshlikdan O'zbekiston fuqarolari rus tilini o'rganish kerak, har xil Rossiyada kerak bo'lgan kasblarga ega bo'lish kerak va tayyor bo'lib Rossiyaga ishlagani kelishlari kerak. Har rostdan biz hammamiz guvoh bo'lyapmiz. Kim rus tilini yaxshi bilsa, kimning qo'lida bir qandaydir hunari bo'lsa, bu aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz Rossiyada hozir juda ham bir yaxshi daromadlar topishmoqda. Va o'z o'rnida rus tilini yaxshi bilmaydiganlar, bir qandaydir kasb hunarga ega bo'lmaganlar Rossiyada birinchi vaqt juda ham qiynalishmoqda. Shuning uchun mening shaxsiy fikrim, O'zbekistonda ish hammaga yetmayapti. Buni hammamiz ko'rib turibmiz. Shuning uchun O'zbekistonda yashayotgan yoshlar o'zi uchun tanlash kerak. U kelajakda qayerda ishlamoqchi? O'zbekistonda qoladimi? Rossiyaga chiqadimi? AQShga boradimi? G'arb davlatlariga boradimi? Xullas, shuni nazarda tutib, yoshlikdan bunga tayyorgarchilik ko'rish kerak. Hozir balki kimdir aytishi mumkin. Bahrom aka, nima qilasiz bunaqa gaplarni gapirib? Biz hammamiz O'zbekistonda qolishimiz kerak. O'zbekiston hukumatı hammamizga ish joylarini ta'minlab berish kerak. Endi afsuski biz hayotga qarayapmiz. Bor vaziyatni ko'rib turibmiz. Xudoga shukr, xalqimiz o'syapti. Bir tasavvur qilinglar, har yil 1 million odamga ko'payapmiz. Bunday vaziyatlarda afsuski hammaga ham ish topilmaydi. Shu uchun keling bu mening gaplarimni ham to'g'ri tushunaylik. Dumadagi Справедливая Россия partiyasining rahbari Sergey Mironov mehnat muhojirlarga tegishli yana bitta g'oya bilan chiqdi. Bu g'oyaga binoan, agarda mehnat muhojir Rossiyada qonunbuzarlikka yo'l qo'ysa, nafaqat uni, balki oila a'zolarini ham vidvareniya qilish kerak. Bu akamiz so'zi shu millatchilarga yoqaman deb bir nechta g'alati g'oyalarni kiritmoqda. Va bu g'oyani ham u yangi qonun qilib yaqin vaqtda Dumaga kiritmoqchi. Eslatib o'taman, bundan oldin aynan shu partiya a'zolari
shu mehnat muhojirlarini bolajonlariga tegishli bir nechta har xil qonunlar kiritishgan. Bu qonunlar Rossiyada mehnat muhojirlarini bolajonlarini shu sharoitlarni ancha og'irlashtirdi. Bundan tashqari, bu partiyaning a'zolari mehnat muhojirlarini oila a'zolarini Rossiyaga qo'ymaslikka tegishli ham yana bir qonunni kiritishgan. Xudoga shukr, bu qonunlar ko'rib chiqilmadi. Ko'rib chiqilgan bo'lsa, ularga отказ chiqdi. Va niyat qilamanki, shu yangi g'oyasiga ham, yangi qonunga ham отказ chiqadi. Assalomu alaykum. Bu video murojaatim Saxovat fondi Bahrom Ismoilovga. Biz yordam so'rab chiqqandik. O'g'limga ximiya terapiyaga o'tkazgandik. Shunga juda katta summa aytgan edi. Shunga yordam berishyapti. Juda ham katta xursandmiz. Minnatdorchilik bildiramiz Saxovat fondi Bahrom Ismoilovga. Katta rahmat. Do'stlar, aynan siz Mir privilegiya orqali vatanga pul yuborganingiz uchun va promokod O'zbek terishni unutmaganingiz uchun biz Rossiyada Saxovat fondida vatandoshlarimizga yordam berishga imkoniyatga egamiz. Shu uchun do'stlar, hozir shu yerdan silka chiqadi. Mir privilegiya ilovasini yuklab olinglar va oila a'zolaringizga halol topgan pullaringizni yuboringlar. Va iltimos promokod O'zbek terishni unutmang. Katta rahmat. Keyingi yangilik Novosibirskdan keldi. Bu yerda eng bir katta SNTda politsiya xodimlari bez dokument turgan mehnat muhojirlariga nisbatan reyd o'tkazishdi. Birinchi bo'lib, bu SNTlarda, bu mahallalar, shu Rossiyada SNT deyiladi. Bu yerda shu xonadonlarda ishlayotgan, rasmiy dogovor tuzmagan chet el fuqarolarini qidirishga qaratilgan bo'lgan bu reydlar. Natijada 72 ta mehnat muhojirining hujjatlari tekshirilgan va faqat 5 tasiga nisbatan ma'muriy protokollar tuzilgan. Xudoga shukr, bu reydda hech kimni vidvareniya deportatsiya qilishmadi. Odatdagi meni Novosibirskdan ko'rayotganlar bor bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Vaziyat qanday? Keyingi yangilik shu Rossiyada 30-iyundan qo'llanadigan QR kodlarga tegishli. Eslatib o'taman, shu yangi qonunga binoan aynan 30-iyundan boshlab Rossiyaga kelish uchun QR kod kerak bo'lyapti. Bu QR kodni olish uchun Gosuslugadan registratsiyadan o'tish kerak. Kecha kanalimizda aynan shu Gosuslugadan registratsiya o'tish, QR kod olish va boshqa bunga tegishli ma'lumotlar haqida video chiqqan. Ko'rmagan bo'lsangiz, albatta ko'ringlar, hozir shu yerdan silka chiqadi. Bu hafta esa aynan shu yangi tizimga tegishli ko'p savollar paydo bo'ldi. Birinchi bo'lib, Rossiyaga boshqa davlatlardan turistlarni olib keladigan har xil turistik idoralar savol berishdi. Bu QR kodlar turistlarga ham tegishlimi? Va ularga mana rasmiy javob chiqdi. Agarda chet el fuqaro turist bo'lsa, ularga QR olish majburiy emas. Lekin oxirgacha tushuntirilmadi. Mana O'zbekistondan ham turistlar bor. Qirg'iziston, Tojikiston. Ko'pchilik ishlagani keladi, lekin turist sifatida kelganlar ham bor, yo'q emas. Qozog'istonning ichki ishlar vaziri Yerjan Sadenov Rossiya fuqarolariga ham xuddi shu Gosusluga IDdek tizim qo'llanadi. Bu degani yaqin vaqtda shu Rossiya fuqarolar Qozog'istonga kirish uchun ham shunday bir QR kodlarga ega bo'lishlari kerak. Mening fikrim bo'yicha yaqin vaqtda aynan shunday tizimlar Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston hukumatlari tomonidan ham Rossiya fuqarolariga nisbatan qo'llanishi mumkin. Xullas, bu yangi kiritishlarga biz hammamiz yaqin vaqtda guvoh bo'lamiz. Keyingi yangilik ham Dumadan keldi. Bu yerda LDPR partiyasining rahbari Leonid Slutsky Rossiyada OMS yoki DMS polislari yo'q bo'lgan chet el fuqarolarini reyestr kontrolyorlik politsiyasiga qo'yishni taklif qildi. DMS o'zi nima degani? Bu дополнительная медицинская страховка. Aynan chet el fuqaro Rossiyada bir qandaydir og'ir vaziyatga tushib qolsa, uni hamma xarajatlarini shu страховой kompaniyalar to'lab beradi. OMS esa birinchi bo'lib Rossiya fuqarolariga va shu vид на жительство RVP ga ega bo'lgan chet el fuqarolariga tegishli. Xullas, shu patentga murojaat qilayotganingizda siz aynan shu DMS polisga pul to'laysiz. Bu qonunning yaqin vaqtda qabul qilinishi ehtimoli yuqori desak bo'ladi. Shu uchun DMS ga tegishli hujjatlaringizni tartibga keltiringlar. Ko'p joylarda bu DMS polislarni ancha qimmat qilib mehnat muhojirlarga sotishadi. Shu uchun biz Rossiyaning Sberbank strahovaniyasi bilan primoy shartnoma tuzdik. Bu degani sizga endi bu strahova agentlar, har xil idoralarning xizmatlari kerak emas. Hozir men sizga shu yerdan silka chiqarib qo'yaman. Bundan tashqari videoni описаниесida ham silka bo'ladi. Bu Sberbankning bizning shaxsiy kabinetimizga silka. Siz o'z nomingizga shu DMS polisni rasmiylashtirishga imkoniyatga ega bo'lasiz. Bu birinchi bo'lib Rossiyada shu patent olaman deganlarga bu silka kerak bo'ladi. Agarda sizlarga hozir bu polis kerak bo'lmasa ham bu silkani o'zingiz uchun saqlab qolinglar. Aynan shu silka orqali siz
Posredniklarsiz ko'p vaziyatlarda kamida 2 marotaba arzonroq bu DMS polislarni rasmiylashtirishingiz mumkin. Keyingi yangilik Nijniy Novgoroddan keldi. Bu yerda shu Prospekt Giroyevdagi qurilish maydonida politsiya xodimlari katta reyd o'tkazishdi. Reyd natijasida 43 ta mehnat muhojir bezdokument bo'lib chiqdi. Ularning 13 tasini spetspriyomnikka qo'yishdi. Bunga asos bo'lganligi bularning ko'pchiligi bez patent ishlashgan. Rossiyaga kelayotganda ular rabota o'rniga lichnoye deb belgilashgan va natijada Rossiyada patent olish olmadi. Va yana ikkitasi esa fiktivniy trudovой dogovorlar bilan ishlashgan. Xullas do'stlar, Rossiyaning katta shaharlarida bez dokument ishlash hozir juda ham qiyin bo'lmoqda. Shu uchun imkon qadar hujjatlaringizni tartibga keltiringlar. Eslatib o'taman, birinchi bo'lib bu halol registratsiya, undan keyin patent olganingizdan keyin ish beruvchi bilan rasmiy shartnoma tuzasizlar, uvidamleniyalar topshirasizlar va o'shanda siz qonun doirasida ish beruvchingizdan registratsiya olib ishlashingiz mumkin. Agarda shu etib chiqilgan hujjatlar ichida hatto bittasi yetmasa, hamma qilgan hujjatlaringiz bekor bo'ladi va natijada siz Rossiyadan vidvareniyaga ega bo'lasiz. Bizning kanalimizda shu patentlarga, оформление registratsiyalariga juda ham ko'p videolar olingan. Shunday bir playlistimiz bor. Agarda sizda bu sohada bilimlaringiz yetarli bo'lmasa, albatta bizning kanalimizdagi videolarni ko'rib chiqinglar. Playlistga kirsanglar, bu yerda shu sizga kerak bo'lgan masalalar bo'yicha javoblarni biz yuklab qo'yganmiz. Endi Rossiyada droping bilan shug'ullanayotgan shaxslarga nisbatan jinoyat javobgarligi o'rnatildi. Eslatib o'taman, Rossiyada shu dropperlar bu har xil noqonuniy harakatlar uchun o'zining shaxsiy kartalarini shu arendaga berayotganlar, o'zining shaxsiy WhatsApp, Telegram profillarini arendaga berayotgan shaxslar va aynan shu harakatlar Rossiyada dropping deyiladi. Droppingga tegishli bizning kanalimizda alohida bir katta video olingan. Ko'rmagan bo'lsangiz, hozir yerdan silka chiqadi, albatta ko'ringlar. Xullas, endi bu harakatlar uchun Rossiyada 3 yilgacha qamalishi mumkin. Kim bu harakatlarni tashkil etsa, bu degani 2-3 ta odamlarni olib, bunday xizmatlarni internet orqali ko'rsatayotgan shu tashkilotchilar bor bo'lsa, ular 6 yilgacha shu ozodlikdan mahrum bo'lishlari mumkin. O'tgan hafta millatchilarning Telegram kanallarida bir video tarqab ketdi. Bu videoda shu ikkita ayol farzandlari bilan shaharning fontanida cho'milmoqda. Shu zahot millatchilar kanallari bu ayollarni migrantlar deyishdi. Shu Tojikiston, O'zbekiston fuqarolari degan fake yangiliklar tarqab ketdi. Norasmiy tekshiruv natijasida aniqlandi, bu ayollar shu rossiyalik tsiganlar bo'lib chiqdi. Bu degani bular Rossiya fuqarolar va hech qanday Tojikiston, O'zbekistonga tegishli joylari yo'q. Lekin buni millatchilar Telegram kanallari tan olmadi va haligacha ham ko'pchilikka bular bu ayollarni o'zbek, tojik ayollar deb ko'rsatishmoqda. Do'stlar, Moskvada, Moskovskiy oblastida havo ancha sovuqdi. Shu uchun eslatib o'taman, bizning Musofir Azon onlayn magazinimizda xujilarimiz bor. Hozir yerdan silka chiqadi, o'tinglar va o'zingizga, yaqinlaringizga bu xujilarni qulay narxdan sotib olinglar. Har bir sotib olgan xudingizdan siz Saxovat fondiga o'z ehsoningizni qo'shasiz. Rossiyaning bosh patriarxi Kirill shu xristian va musulmonlar orasiga nafrat kiritayotgan kuchlarga nisbatan chora ko'rish haqida gapirib chiqdi. Buni so'zlari bo'yicha Rossiyada musulmonlar va xristianlar orasida munosabatlar juda ham yaxshi va bu munosabatlarga shu nafrat kiritayotgan kuchlarni oldini olish kerak. Bu gaplarga asos bo'lganligi aynan shu Sochida Gavril degan bir священникni musulmonlarga tegishli so'zlari. Творится на проспекте Мира, недалеко от главной их мечети. В те дни, когда у них Курбан-Байрам, людьми покрыто все пространство. И это люди, мужчины, здоровые, не пьющие, мужчины, которые все занимаются борьбой, ходят в спортзалы на тренировки. Это армия целая. И если им прикажет мулла в один прекрасный день вырезать москвичей, поверьте мне, они это быстро сделают. Bu so'zlar gapirilgandan keyin u ishdan olib tashlandi va mahalliy aholi ichida bunga tegishli ko'p har xil muhokamalar bo'ldi. Masalan, millatchilar shu Gavril священникning so'zlariga podдержка qilishdi. Rossiyaning musulmonlari esa, masalan, shu chechenlar, Dog'istonlar bu gapiga o'z e'tirozini bildirishdi. Va mana nihoyat Rossiyaning bosh diniy idorasi bu vaziyatga bosh patriarx Kirill so'zlari bilan munosabatini bildirdi. Men ham bu gaplarga 100% qo'shilaman. Chunki Rossiyaning dushmanlari birinchi bo'lib aynan Rossiyaning o'zidagi millatlarni bir-biri bilan urushtirishga harakat qilishadi.
Va ko'p joyda aytaman, aynan mehnat muhojirlariga qarshi gapirayotganlar ham ular aslida Rossiyaga juda ham katta ziyon keltirmoqda. Niyat qilamanki, yaqin vaqtda Rossiyaning hukumatı buni tushunib, har xil shu millatchilarga tegishli idoralarni yo'q qilishadi. Hurmatli do'stlar, bugungi loyihamiz shu yangilardan iborat. Sizlardan iltimos, podpiska bosib qo'yishni unutmang va kommentariyada savollaringizni qoldiring. Sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.